alaykum rahmatullohi va barakatuh. Azizlarim, sog'omamsiz. Sadaf kompaniyasi tomonidan ochilgan anchagina ish o'rinlari haqida sizlarga qisqacha ma'lumot bermoqchimiz. Azizlar, bizning ishlarimiz hozir Moskva, Moskovskiy oblastida emas, Rossiyani boshqa regionlarida, boshqa rayonlarida ham zaявka tushyapti. Albatta, bu bizning doimiy ishlaydigan zakazchiklarimizdan. Hozir bizga срочно sidelka ishga taklif qilinadi. Ingushetiya, bu Rossiya, Kavkaz tomonda. Ayolga qarash kerak. 70 yoshlik ayol insultdan keyin ekan. Bu musulmon oilasi albatta. Turadigan joyi o'sha yerda bo'ladi. 55 yoshgacha bo'lgan opa-singillarimizni ishga olishadi. Yeyib ichishi o'sha yerga, dokumentlarini ham qilib berishadi. Bularning oyliklari 70-80 bo'ladi, azizlarim. Keyin Dolgoprodniga ham sidelka kerak. Bu Moskovskiy oblastida o'spirin qizga qarash kerak bo'ladi. 20 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan opa-singillarimizni ishga oladi. Bularning oyliklari birinchi oyligi 80 ming, keyin 90 mingga ko'tarib beradi. Bu sidelka ishi, azizlar. Anchagina hozir xotin-qizlarimiz uchun bizga domrabotnitsa ishlarimiz ochilgan. Kiyevskiy shosseda 600 kvadrat metr pomisheniyasi bilan bularning boshlang'ich to'lovlari, boshlang'ich maoshlari 100 mingdan boshlanadi. O'sha yerga hozir domrabotnitsa kerak bo'ladi. Yaroslavskiy shosseda ham doimiy bizning ish beruvchilarimiz, u yerga ham hozir domrabotnitsa ishga taklif qilinadi. Uy egalari выходной kunlari borishadi. O'sha выходной kunga borgan vaqtda gotovka qilish mumkin частично, qolgan vaqti uyda ishlari, keyin ekin-tikin ishlariga ham ozroq yordam berish kerak. Bularning birinchi oyligi 100 mingdan boshlanar ekan, perspektiva 150 minggacha ko'tarib berishar ekan. Tulskiy oblastida musulmon oilasida hozir er-xotin ishga taklif qilinadi. Uy egalari yozgi mavsumga kelib turadi, lekin qishga yashashmaydi, doimiy turishmaydi musulmon oilasi bu yerga ham. Ko'proq erkakda ham, ayolda ham ishi dala ishiga qarar ekan. Sat, agorod, ekin-tikin ishlari, masalan, O'zbekistondan keladiganlar bo'lsa, bu ko'proq qishloq sharoitiga moslashgan, qishloq sharoitiga o'sgan er-xotinlarimiz bo'lsa, bu ishni eplab ketisha oladilar. Bularning oyliklari 180 ming. Dokumentlarini ham o'sha yerga qilib berishadi. Agar srazi kelib, свежий migratsion bilan kelishadigan bo'lsa, albatta dokument bilan ishlash kerak. Patent, registratsiya bilan ishlab uzoq vaqt ishlaydigan insonlar kerak bo'ladi. Krasnodarda ham bizning doimiy ish beruvchilarimiz, bular bilan ham biz 3-4 yildan beri ishladik. U yerga ham hozir semenni para ishga taklif qilinadi, lekin bular aytayapti, dokument bilan ishlash kerak. Agar O'zbekistondan keladiganlar bo'lsa, свежий migratsion bilan kelishadi, dokumentlarni qilib berishadi. Yeb ichishlari o'sha yerga bo'lar ekan, 2 mahal ovqati, bularning oyliklari 130 ming, azizlar. Bu yerga ham ko'proq sat, agorod ishlari, ekin-tikin ishlari o'sha mavsum boshlangan. Hozir Krasnodarda ham issiq o'lkalarda. Shu yerga hozir er-xotinlar ishga taklif qilinadi. Voronejda ham er-xotinlar ishga taklif qilinadi. Ularning ham yerlari katta va ularning o'ziga yarasha ekin-tikinlari va molxonalari bor ekan. Albatta o'zlari uchun bu yerga ham qishloq sharoitiga o'sgan er-xotinlar bo'lsa, eplab ketishadi. Uy egalari bir yilda 2 marta Turkiyaga borib, bir oydan yashab kelishar ekan. Mana iyun mavsumida o'sha borib ketamiz. Shu uchun bizga срочно er-xotinlar kerak bo'ladi deyishadi. Вот наш дом. Вот они клумбочки. Справа, слева. Вот вдали домики для персонала. Вот наш задний двор. Это баня. Сзади участка лес. Зона мангала. Это мы окутали растения и полили гербицидом, чтобы убить всю траву. Вот наш пруд. Вот опять домик для персонала. Вот вдали teplitsa видно. Turadigan sharoitlari juda ham yaxshi sharoitda yashashadi. Agar ishlagan bo'lsa, melki remont, mayda remont ishlarini qilib, doimiy ishlagan bo'lsa, bularning oyliklarini srazi 150 mingga ko'tarib beradi. Lekin ishlamagan, birinchi marta keladigan bo'lsa, oyliklari sinov muddatda kamroq bo'lishi mumkin. Ularning qo'y-qo'zilari, echkilari, ekin-tikinlari bor ekan. Albatta ko'proq mana shu nima deydi, uy xizmatchilariga mana shunaqa ishlar yuklanadi, azizlar. Prava bu yerga shart emas, lekin bo'lsa ham yaxshi deyishyapti. Одинцоваga hozir bizga er-xotin ishga taklif qilinadi. Uy egalari prinsipialni Toshkentdan bo'lgan er-xotinlar bo'lsa olamiz deyishadi.
deyishyapti, chunki o'zlari Toshkentga yashab kelishgan ekan. O'sha yerga bularning oyliklari 150 mingdan yuqori. Prava albatta bo'lishi kerak deyishyapti. Anchagina ishlarimiz ochilgan. Yaroslavskiy shassida hozir ishlarimiz bor. Одинцовоda, Volokоламский shassida, Moskovskiy oblast Podushkinada er-xotin ishlarimiz anchagina mana shu ochilgan ishlarimizda siz Sadaf kompaniyasi tomonidan ochilgan bizning Telegram kanallarimizda ko'rib borishingiz mumkin. Keyin biz hozir Instagram, TikTok va boshqa YouTube, Odnoklassniki, VKontakte hamma saytlarimizga aktiv ishlab kelyapmiz. O'sha yerga faqat bitta nom bilan Sayra Sobirjonovna deb nomlangan kanallarimizni ko'rsangiz bo'ladi. Azizlar, ogohlantirib boryapmiz. Doim ham kanallarga aldanib qolmang. Sadaf, Dacha, ish deb bizning nomimizdan ochib olgan kanallar hozir feykoviy kanallar ko'payib ketgan. Oldindan sizdan komissiya so'rab, pul berganingizdan keyin sizni chorniga tiqib qo'yishadi. Shuning uchun azizlar faqat o'zimizning telefon nomerlarimizga qo'ng'iroq qilib o'zimizga murojaat qilasiz. 8977 967 50 14 8977 967 77 97 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib faqat o'zimizning menejerlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Agar siz Moskva, Moskovskiy oblastida bo'lsangiz, albatta metro Sholkskida bizning ofisimiz joylashgan. Metrodan ko'p uzoq emas. 1 va 6 vixitni o'rtasidagi торговый sentr Vektorning 2-etaj 21-pavilyonida bizning ofisimiz joylashgan. Bemalol dokumentlaringiz bilan kelib bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi azizlar. Ishlarimiz hozir berilib borilyapti. Telegram kanallarimiz ham Sayra Sobirjonova deb nomlanadi. Har bitta kanallarimizda silkasini videolarimiz tagiga tashlab ketyapmiz. O'sha kanallardan kirib bizning ishlarimizni. O'zlaringizga xabarlarim bor. Mana hozir legalizatsiya, amnistiya 2025-yil 10-sentyabrgacha cho'zilgan. Agar siz dokumentlaringizni qilmagan bo'lsangiz, kirib chiqib chegaraga borib kelmasdan bemalol dokumentlaringizni boshqatdan qilsangiz bo'ladi. Bu faqat deport yoki выдворение bo'lmagan fuqarolarimizga tegishli. Agar siz yana Rossiyaga qolib ishlamoqchi bo'lsangiz, mana shu qo'yilgan telefon nomerlarga qo'ng'iroq qilib dokument masalasida bemalol konsultatsiya olsangiz bo'ladi. Legalizatsiya qilish, трудовой договор, NNN, SNILS, ularni qanday qayerdan olish mumkin, registratsiyalar, pervichkalar bo'yicha bemalol murojaat qilasiz. Bu partnyorlarimiz bilan biz ancha yildan beri ishlab kelyapmiz. Sadaf kompaniyasi tomonidan joylashadigan bizning hamkorlarimiz, bizning fuqarolarimizga o'zlari dokumentlarini doim bazadan chiqadigan qilib berishyaptilar. Albatta biz uchun ular ishonchli. Bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi va Sadaf kompaniyasini saytidan olyapmiz deb aytsangiz, sizga chegirma qilib berishadi azizlar. Dokument masalasida aldanib qolmang va 10-sentyabrgacha dokumentlaringizni joyiga qilib olib, yana bemalol ish faoliyatingizni davom ettirishingiz mumkin bo'ladi.